Yo'q, men haliga qo'shmadim. Sirasi joyida yopsa shuni. Yo'q, qachon bo'ldi? Ko'chamizda bir necha yillardan buyon bizni qiynab kelayotgan kanalizatsiya masalasi bo'yicha murojaat qilgandik. Sektor rahbarlari sayyor qabulida mana shu masalani ko'rib chiqdik. Hozirgi kunda shu barcha ishlar bartaraf bo'lishi, keyingi ko'chalarimizda ham shu ishlar, kanalizatsiya ishlari davom etayotganligi to'g'risida ma'lumot berishdi. Turardim, chiqib ketdim mana. Nima sababdan chiqqanimni bilmayman. Beshadan bir kreditimni ola olmayapman. Sarsonman. Bu bankka bordim, bu bankka bordim. Oydohirga degan, oydohirni bo'layotman yo'q. Murojaatimni 4-chi sektor rahbari eshitdi. Bez kreditsiz joyda berishga yordam berishdi. Bu sayyor qabulda sektor boshlig'imiz 4-sektor boshlig'imiz va viloyat mutasaddi xodimlari bu yerda qatnashyapti. Aholimizda bo'layotgan muammolarini ko'rib chiqishyapti. Ba'zi bir muammolar joyida hal bo'lyapti va ba'zi birlari 10 kun yoki 20 kun ichida hal bo'lishini aytilyapti. Bundan xalqimiz juda ham mamnun.